eshitgan bo'lsalar kerak, 1-apreldan 1-apreldan hamma karta o'tadi. Ya'ni karta o'tadi dedilar. Endi ba'zi bir joylar, почти bir 50% o'tadi kartaga. Ya'ni shinniklar ham, hakkerlar ham berib tayyorlanib o'tiribdi endi. Tayyorlarga ko'rib o'tiribdi-da. Kartalarni bir joylarga ilovalar ulamanglar. Shu ofitsialniy ilovalar ulasangiz yaxshi. Masalan, boshqa bir ilova ulasangiz, u karta ulanib turaveradi. Kimda yoki kefil bo'lgan bo'lsa, masalan, siz bir oy kefil bo'lgan bo'lsangiz, sizni kartangizga pul tushsa ham yechib oladi. Endi erinmanglar, shu videoni ko'ringlar, foydali video. To'liq videosi YouTube'da bo'ladi, xudo xolasa Xorazmboy kanalida bo'ladi. Eshitgan bo'lsalar kerak, 1-apreldan hamma karta o'tadi. Ya'ni karta o'tadi dedilar. Endi ba'zi bir joylar, почти bir 50% o'tadi kartaga. Ne o'tadi? Misol keltirsak, zapravka 25 milliondan ziyod vaj xarajat etsang, masalan, mashina sotib olsang, karta o'tadi. Endi nima o'tajakman, iloji boricha karta ochtirib qo'yinglar. Baribir 1-aprelda hech kim uspet etib bilmaydi. Hamma banklarga odamlar yig'iladi. Shuning uchun hozirda ochtirib qo'ysangiz, iloji boricha eng ishonchli karta ochtira olasiz. Bir Humo karta, bu Humo karta bir Uzcard karta. Sababi Uzcard ishlamagan vaqtda Humo ishlashi mumkin. Humo ishlamagan vaqtda Uzcard ishlashi mumkin. Ish bir vajam qaranglardan. SIM karta ulangandan keyin botlar ham ulab qo'yinglar. Bu Telegramda bot bor, Humo karta boti bor, Uzcard ham bor. Yine ishlasanglar, qaysi karta ulanganlarini sizlar ko'rinib turib bilinma. Pul yechilsa ham siraz bilinadi. Hozir 1-aprelda mashinniklar, hakkerlar, bütün hammasi natijaga o'tiribdi o'zi. Nima desam bo'lar ekan. Qurollarni yeb o'tiribdi. 1-aprelda xudo xolasa hamma karta o'tsa, uju bütün hujum o'tadi ular ham. Shuni ham inobat olinglar. Shuning uchun lishni karta ochtirib, iloji bo'lsa ikkita karta, shu Uzcard, Humo. Menda karta ko'p. Misol keltirsak-na. Menda karta ko'p, har xil kartalar bor. Даже bu narsa yo'q bank kartalar ham bor. Yo'q bank ma bular. Universal bank. Karta bir 50 yaqin karta bor. Bundan ham kartalar bor ina. E'tibor beringlar-da, bundan ham kartalar bor. 6-7 dona. Bundan ham kartalarim bor. Bundan ham kartalarim bor. Buyina mena bir karta ochtirib keldim. Hem iloji boricha ishidagi elatinglarimizdagi nelarni ochtiringlar bank. Elatlaringizda bank bo'ladi-ku, shuni ochtiringlar. Elatda yana masalan o'zingiz masalan men Xorazm Hazarasdanman, Hazarasda ochtiringlar. Ya ne ochtirib bilmanglar. Ko'pchiliklar masalan TBC'ga o'xshayapman. TBC ochtirib ko'pman. TBC'ga qaranglar buni. Shunchalik TBC. Bu dastavka bilan keladi bilsangizlar. TBC ochtirmanglar. TBC'ni banki yo'q bu yerda. Bloklansa Toshkentga borasizlar. O'zim boshimdan o'tgan karta bloklandi. Toshkentga borib 1 yildan ochib berdilar. Ichida plan bor edi. Shuning uchun shunday ko'p kartalar zakaz bilan keladi. Masalan, yana qaysi karta bor? Universal bank bor. Universal bank ham shu. Zakaz bilan, ne bilan keladi. Bu dastavka bilan keladi-da, gapning qisqasi. O'zimizni ishonchli davlat kartalarini ochtiramiz. Davlat kartalarining qaysisiga kiradi? Xalq bank kiradi, Agrobank kiradi, Asaka bank kiradi. Hamkor bank u xususiy u. Iloji bo'lsa davlatga ochtiramiz. Ilovaga gelsen ham, ilova endi sizlarga bir tavsiya etib turibman. Ilova ishonchli ilova, Panit ilovasi. Endi men bilgan Panit ilovasi yaxshi. Ishi Panit ilovasi yaxshi. Panit ilovasining qulayligi sizlar kartalarni ulaysizlar. Uylaringizga kommunallar ham ulab qo'ysa bo'ladi. MIPlardagi kartangiz ham kelib turadi. Keyin musor, shuningdek kommunallar ham ulab qo'yasizlar. Ya'ni sog'liqlaringizda ham kart bo'lsa, kelib turasizlar. Tavsiya etaman. Hozirdan shularni saqlanib etib, kartalarga kiritib qo'ysangizlar, bu yaxshi. Bu videoni obzatini cho'radan ko'rdingiz. Like bosib qo'ying, kerakli odamlarga tarqatib qo'ying. Hammaga tarqating bu videoni. Shuning uchun hamma endi karta o'tadi, majbur. Karta o'tganda nima shunday tushuntirib o'tdim. Endi boricha tushuntirdim. Endi aytishlari mumkin, buni ko'pchilik biladi deb.
Ben karta köp mende. Kartalar boyunca paşti melekem oydum var. Yani özümden amazında 50 yakın karta var. Onu üydekilerine koşup ayıp durma. Hemmes özüm kimez. Hali bir orta bak kartamdan pul yeşillik görmedi. Çünkü ben düşüncem var karta boyunca, bank boyunca. Çünkü sizlerin tefsiye et durman. Xudo xolasa shuni aytib qo'ysangizlar, bank ishonchli kartalarni ochib qo'ysangizlar, kimda yoki kefil bo'lgan bo'lsa, masalan, siz birov kefil bo'lgan bo'lsangiz, sizni kartangizda pul tushsa ham yechib oladi. Endi yangiliklarda eshitgan bo'lishingiz mumkindir. Hozir kredit kimda bo'lsa o'zini yechadi deb. Yo'q, kefil bo'lsa ham yechadi. Ama men endi o'zim boshimdan o'tgan, birov kefil bo'lgan bir donishim, shunga pul tushgan yechib olgan. Kefil bo'lsa ham kefillarni vaqtida chiqarib qo'yinglar. Bu da yani o'zingiz kartalarda pul tashlab qo'ymaysizlar. Taşamasanız da haracılar etmeyiciler, niçindir. Özlerinde gerekli veyler. Ben kart alasıla macbur. İyi, aytıp ötkemini maşinliklerim, hakkerlerim böyle terlanıp oturttu indi. Terlar geldi, görüp oturttu da, kartalarınızı bir verilere, ilavalara ülemeyle. Şu afisanlı ilavalara üleseniz de yaxşı. Mesela başka bir ilava üleseniz de, o karta ülen tutuverdi. Niçedir vakitten ki buna pul düşkenden ki ula yetip aladı. Bu sizi, şunun için, şu videonu tarqatib qo'yinglar. Aytchaqim yetarlicha ma'lumot berdim deb o'ylayman. Kartalari ochtirib qo'yinglar, shu ishonchli ilovanlar ulab qo'yinglar. Обязательно bota ulab qo'yinglar, Telegram bota. Telegram botimi, Telegram kanalimga tashlab qo'yaman, kimga kerak bo'lsa, girib ulanib ko'radi. Botdan pul yechilsa, pul birov tashlasa, sirasi keladi. SMS'dan ham tez keladi. Endi aytishingiz mumkin, SMS keladi, pul qirqilta yechilsa. SMS telefonlaringizda pul bo'lsa keladi. Pul bo'lmasa kelmaydi. Pul bo'lsa keladi, sizdan pul yechildi, ya sizga pul qo'shildi deb. Botda farqi yo'q. Kelaveradi. Botdan ham ulajakdan ham tushunib bilinglar. Hem sim karta hem bota sapshina gelsin de bilinglar. İkisinden tanlab bilinglar da. Öyle iki varyantlar ko'p. Kur fakat pul tushganini bot orqali menga gelsin desa de bot orqali kelasizlar, sapshina kelmaydi. İkkisini bilib qo'ysangiz yaxshiroq. Aşağı aytib o'tganimdan yana hiç savollar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Bilganimcha savollaringizlar bo'lsa javob berib o'taman. Karta bo'yicha. Lekin TBC acha görmenglar. Ashuni uzoqdan ham men shu uyingni yaqin atrofidan kartada ochinglar. Ertaga bir bloklansa ya bir ish etsa to'g'ri bankka borib bilasizlar. Bankdan borib har ish etib bilasizlar. O'zingizga yaqin bo'lgan ishonchli banklarda ochinglar. Xususiylardan emas, iloji bo'lsa shu. Xususilari sizlarga plus tarafi оборот katta bilasizlar. Mesela 400-500 milyon devletkende 120 milyon neyse kartalarınızı bloklaydı ya içki nazarata ötedi ya sizlere telefon kurarlar. Farkı şunda boladı. Hem karta işançlı, lekin bir devlet kartası dım işançlı boladı. Sağ olunlar, gerekli gaplar aytdım da bo'laman. Metanda kim oturup görüyor olsa metandakilere sabır tilayman. Xudo xolasa o'chirtlamizam gene geldi. Sağ olunlar. Şu kartası yo'qlarni tashlab qo'yinglar, krediti borlarni tashlab qo'ying. Endi krediti borlar qiyin bo'ldi bu. Krediti borlar endi kreditni yechib olishi mumkin. Endi mumkin emas, aniq yechib oladi. Kartasini pul taqadi. Shuning uchun endi mana bir sim endi sizlarga taklif chiqishi mumkin. Kreditim bor, ya bir kafilim bor, seni kartangdan to'lab turish kerak. Seni kartangdan to'lab turadi desanglar, iloji bo'lsa shu ish ham etmanglar. Nechidir 100% dan 10% aytishingiz mumkin, o'zingizga yaqin bo'lgan. İşanç öz davriye giriyor adamlar. Başkalarında mesela bir joyda pul o'tsangizlar, bir noto'g'ri bir davlat o'tirib aytishingiz mumkin. Undan ham sizlar ne bo'lib qolasizlar? Sababchi bo'lib qolasizlar, kartalaringiz ilinishi yo bir qamoqqa bo'lishi mumkin. Endi hech kimda mening vaziyat bo'lmag'ay. Sog' bo'linglar. Bu videoni обязательно tarqatib qo'yinglar. Zarur, gerekli video bu.